Assalomu alaykum Islomjon uz kanali obunachilari. YouTube chorva ishqibozlar tomoshabinlar, mana qarang akalar. Simentalga qoloqli gibrid. Akalar, men o'zi yaqinda bugun misol simental gibrid g'unaji chiqarib juda ko'pchilik xaridor bo'ldi akalar. Bunga nisbatan ichi kattaroq akalar. Hop. Novasi bor, Novasini sotmayman deyapti. Misol sotadigan bo'lsa, misol telefonlashib dehqonni o'zi bilan gaplashaverasiz akalar. Asosan mana g'unajini bo'yi 1.15 ga ham bo'laverasiz akalar. 1.15 ga ham bo'laverasiz. Yosh oyligi 8 oylik atrof. 8 oylik atrof. Sababi bahorni oxirida chiqqan buzoqlar mana shular. Bahorni oxirida chiqqan buzoqlar. Novas katta akalar. Obunachilar mana shu sotilar ekan akalar, misol mana shu g'unachilarimiz Ashta novasini ham sotilaveradi akalar. Ikkosiga misol ishqiboz chiqadigan bo'lsa, ikkosini ham opqan, bir joy tashab qolman deydigan akalar. 50% simental, toza avstriyskiy simental 50%, 50% chuni piyostra akalar. 50% chuni piyostra, 50% simental akalar. Chuni piyostra bu qoroqli rossiyskiy mollar, qoroqli faroda mollar qisqasi, lekin bularning inalari simental akalar, simental bo'lgan. Ko'ringlar, sutini olishda sigir qilib olaman deganlarga, misol mana buqasini urug'liq qilib boqib olaman deganlarga shoxlarini kuydirib qo'ygan. Bu buzoqlar o'zim akamda mana shunaqa qirg'iz shved sigir boqib berdi mana shuni, ikkinchi partiya boqib berdi. Bu yerda akalar bitta katta novas bor edi, birinchi boqib bergani, ikkinchi boqib bergan o'zini bolasi bilan bitta novas sotib oldi. Uni Marg'iloli aka olgan uni. Hozir mana 3-chi qo'shilgan buzoqlar. Endi hozir 8 oylik may qisqasi bahori yozi boshlari, bahor oxirlari, 8 oy, 9 oy bu qoldi ham shikili mo'ljalimda bular. Lekin qoni toza akalar. Hozir mashinani inalari hozir fermada sut beryapti akalar. 25 ta 20 ta, kami 20 ta yo 25 ta 30 tagacha sut beryapti. Birinchi qolib chiqqan uni buzoqlar bo'lgan mashinlar. 30 ta mol sotilgan. Buning ichida o'zim sotganman, 30 ta buzoq sotilgan. Qo'qon far nima Buxoroga ham ketgan, Vodiyga ham ketgan, juda ko'p joyga chiqarib bergan mana shu buzoqlarni. Shu paytda akalar mana shu buzoqlar 10 million, 9 million, 8 million paytda deydi. Endi hozir mashinalarning sastani yangi tug'ilganlari ham 1000 dollar bo'lyapti, misol mashinalarning yangi tug'ilganlari ham. Gibridlarni. Endi hozir narx-navolar nima? Qiziqingni chiroyli boqilgan, chiroyli zagonda boqilgan, sutini ham chiroyli bir vaqtgacha berib boqilgan, 8 oylik, 9 oylik buzoqlar akalar. Bir joyga olib tashab qolgan deganlar bo'lsa, telefon qilib olasiz akalar. Narxini akalar, hop. Obunachilar, qimmat uylardir, arzon uylardir, dehqonga hop, arzon qimmatdir akalar. Narxi ikkosini bir joyga bo'lsa, mana 55 million so'm akalar. Bir joyga bo'lsa. Yo, men g'unajini o'zini olaman, hozir g'unaji ko'pchilik so'ragan mana akalar, istaganti yo'q akalar. Bunda oyoqlariga e'tibor bering akalar, oyoqlari istaganti yo'q. O'zi o'sha nimasidan bag'i yo'g'on. Istaganti yo'q akalar. G'unajini olaman deganlarga 25 million so'm akalar kamini qilib beradi. Bo'yi bugun men misol 22 million sotgan gibridimdan katta, realni katta, yoshi ham kattaroq ekan. Buni misol hozir bahorga chiqib qo'yasanglar bo'laveradi misol. Mana novasini urug'liq ishlasang ham bo'laveradi, gibrid novasi. 55 million so'm akalar ozgina xayringa o'tib beradi. Misol dastavkasini kelishib beraman. Ko't boshlari o'ta to'rtburchak akalar. Ko't boshlari novas uyman deyapti hozir. Buqib qolgan bu novas, buqib qolgan. Misol mana shu qirg'iz sigir boqqan, qirg'iz sigiri bilan bir xil gavdas. Kelib ko'rsanglar ham bo'ladi akalar. Mana sigir boqib bergan, qirg'iz shved sigir, toza qirg'iz shved sigir. Hozir bir sigir yaqinda tug'adi. Bunga yangi partiya bolasiga qo'shib qo'shiladi. Dehqon o'zidan akalar. 55 million so'm o'zimiz xayriga o'tib beradi. Misol men o'zim ham aytaman akalar, xayriga o'tib beradi, dastavkani qilib beriladi akalar. Dehqon o'zidan chiroyli sutga to'yib boqqan buzoqlar ko'sa ham. 8 oylik, 9 oylik buzoqlar. Endi hozir oyligini to'shini bila olmayman. Hozir ishqilib shu bahori oxiri yozi boshlari shunaqa paytda chiqqan buzoqlar. O'zim berganman mana shu buzoqlarni.
7,5 million, 8 million, 9 million petda, o'sha 10 million bir-biridan sotganman misol buvvaslarini. Shu petda, hozirgi petda 1000 dollardan tepada bo'lyapti. O'sha biz ularni yangi to'g'rilar. Shu o'najini bahorga chiqib bemalol qo'yib o'tsangiz bo'laveradi aka. Yaklarni bosing akalar, kuzatib boring akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Gibridni 100 gibridlar akalar. Sut yo'nalishdagi masalan, novasini urug'liq ishlatasizlar akalar. Bu jonivor. Kuzatib boring akalar, mana shunaqa qilamiz, zuvlardan chiqarib yuboramiz. Xudo xolasa buni ham xudo xolasa yo'lida qilib chiqarib yuboramiz. Faqat zot tozasidan chiqaramiz akalar. Bizning kanalda faqat tozasi bo'ladi akalar. Mana shu sut yo'nalishdagi katta gigant bo'ladigan mollarning bolalari bo'ladi akalar. Gibridni, tozani, gigant bo'ladigan mollarning bolalari bo'ladi akalar. Bizning kanalda shunaqa chiqadi. Kutboshlar to'rtburchakni kelib ko'raverasizlar, to'rtburchak. Mana shu o'najini 1.15 chiqsa kerak, mana novasi 1.20 akalar. Kami 1.20. Kami 1.20 odam bilan o'ynashaman deyapti. Jonivor. Akalar chiroyli boqasizlar, xudo xolasa rahmatini aytasizlar akalar. Biz ularni chiroyli boqilgan, rahmatini aytasizlar. Aloqaga chiqing akalar. Dehqon akalar.